Tafsiri muyassar. Baqara surasi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Pul mollarini Allohning roziligini izlab, Allohning va'dasiga chin ko'nglidan ishinib sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa, mevasi ikki hassa ko'p bo'ladigan qattiq yomg'ir yog'simi shabnam bilan qinib hassilab meva beradigan katta bog'ga o'xshaydi. Allah yo'lida xolis pul mol sarf qilguvchining sarf qilgan narsasi mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, uning savobi Allohning dargohida ana shundoq hassilab ko'p bo'ladi. Allah barliq sirlarni bilib turg'uchidir. Aşkara ve yoşurun kılıngan barlık emellerini körüp durğucudur. Sizlerinin aranlardan bir kişi özünün hormalık ve üzümlük, eriqlarda solar ekip durduğun, meyvelerinin hem xilleri boğan bir beği boluşini, özü yaşınıp qalğan, balları uşak boğanlıqdan bu baqqa işleşki küçü yetmeydiğen bob gelip, özünün ve ballarının bu baqqa nahayeti zor ihtiyacı buluvatkan bir peytte, ot aralaş boran kelip, o bağının köyüp gitişini xalamdı. Pul melini Allah razılığı üçün sarf qılmay, kişilerge körsütüş üçün sarf qılgan kişinin sarf qılgan nəsinin savabi əni şundaq köyüp gitidi. Bu, xalis iş qılmaydigan adamның əməlinin ən ihtiyaclıq vaqtda onuğa əsqatmaydiganlıqıga keltirilgen misaldır. Allah sizlerni fikir yürgüsün ve pul melini xalis Allah yolunda sarf qilishni öğrensin deb sizlerge ayetlerini muşundaq bayan qıp beradi. Ey manga iman etgan, men avatgan payg'ambarga ergashgan kishilar. Sizler halaldan tapgan pul maldan ve biz sizlerge zimindan chiqarib bergan narsalardan sadiqa qilinglar. Naçarlardan sadiqa qilmanglar. Sizlerge berilgen taqdirdimi ko'zinglarni yumib turib oladigan darajadagi nachar narsalarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Sizler o'zinglar elishni xolamaydigan narsalarni qandoqmi Allohga ravo ko'rsizlar. Bilinglarki, sizlarni rizqlantirib kelayotgan zot Allah sizlarning sadiqanglarga muhtoj emas. O zot hamma holatda maqtashga haqliqdir. Madhiyaga loyiqdir. Bundaq bexillik ve nachar narsalarni sadiqa qilish shaytondan bo'lib, o sizlarni peqirlik bilan qo'rqitadi. Bexillikqa qiziqtiradi. Yomon ishlarga, Allohga osiylik qilishga buyuruydi. Allah sizlarning pul mol sarf qilganliklaringlarning mukofoti uchun gunohinglarni mag'firat qilishni va sizlarga keng tasha rizq berishni va'da qiladi. Allohning fazli karami kengdir. Niyetlerini ve emellerini bilip turğucudur. Allah doğru söz ve doğru iş qilishni bendelerden xalıgan kişiga nisip qiladi. Allah bu xususiyatni ata qilgan odamga ko'pligan yaxshilik ata qilgan bo'ladi. Buningdan Allohning hidoyati ve nuri bilan dili parlagan, sog'lom aql egisi bo'lgan odamlarla ügüt aladi ve manfaatlanadi. Allah'ның razılığını izlab, pul maldan yoki boshqa narsadan, mayli az bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, nimani sadiqa qilsanglar, yoki Allah yo'lida pul maldan yoki boshqa narsadan nimani berishni va'da qilsanglar, Allah onu albatta bilib turadi. Allah niyatlaringlarni bilib turg'uchidir. Shuningga qarab sizlarga savob beradi. Kimki zakat ve sadiqadan ibaret Allah buyurgan haqni bermaydigan yoki pul melini gunoh ishlarga sarf qiladigan, u o'ziga zulm qilg'uchidir. O'ziga zulm qilg'uchilarni qiyomat kuni Allohning azobidan saqlab qoladigan hech qanday madadkor chiqmaydi. Allah yo'lida sadiqa qilgan narsanglarni oshkora bersanglar, bu mu yaxshidir. Eğer onu məxfi bəsənlər və yoxsullığı bəsənlər, bu sizlər üçün əvzəldir. Çünki mundaq qilish riyakarlıqdan yiroq turganlıqdır.
Allah'a ixlos qilib sadiqa qilish sizlarning ba'zi gunohinglarni yo'q chiqaradi. Allah ishlarning inchki taraflarini biladi. Onunğa sizlarning ahvolinglardan hech qanday ish maxfiy emasdir. Allah har kimga uning amaliga qarab mukofot yoki jazo beradi. Ey payg'ambar, sen kofirlarni hidoyatga muvaffaq qilishga mas'ul emassan. Lekin Allah xohlagan bandasining dilini hidoyatga ochadi va uningga muvaffaq qiladi. Pul meninglardan nimani sadiqa qilsanglar, sadiqa qilgan narsanglarning foydasi Allohdan sizlarga qaytadi. Müminlar sadiqini va har qanday bir xayri saxovatni faqat Alloh roziligini izlab qiladi. Xolis Alloh roziligini izlab pul meninglardan nimani xayr saxovat qilsanglar, uning ajri sizlarga to'liq beriladi. Ajringlar sizlarga hargiz kamaytilib etmaydi. Sadiqini va barliq xayri saxovatni musulmonlarning ichidagi o'zini Alloh yo'lida jihad qilishga otib etganlikdan rizq izlab jiroq joylarga borolmagan yo'qsullarga beringlar. Ularning ahvolini o'qimagan kishilar ularning bir narsa tilmaganligiga qarab, ularni boymikin deb qoladi. Ularning namratligini abdidan bilib olasizlar. Ular kishilardan qat'iy bir narsa tilmaydi. Qattiq ehtiyoji sabablik bir narsa so'rab qolsa-mu, hargiz kishilarga choplashib elib tilamchilik qilmaydi. Pul meninglardan qandoq narsani sadiqa qilsanglar, Allah albatta uni bilib turadi. Qiyomat kuni uningga eng mukammal va to'liq mukofot beradi. Pul mollarini kechi kunduz yoshurun va oshkori yo'sinda Allah roziligini ko'zlab sadiqa qiladiganlarga kelsak, ularning mukofoti Rabbining dargohida to'liq beriladi. Ularga oxiratda hech qanday qo'rqinish yo'qdir. Bu dunyoning manfaatlaridan erishanmagan narsalarga qayg'urmaydi. Mana bu Allah yo'lida pul mol sadiqa qilish to'g'risidagi ilohiy qonun. İslam ko'rsatmasi va hikmatlik tadbirdir. Buningda musulmon jamiyatidagi yo'qsullarni xijolatga qo'ymasdan, hurmatini tushirmasdan, ularning hojatini ravo qilish, qo'l ilkida bor kishilarning pul melini yo'qsullarning haqqidan poklash, yaxshilikqa va taqvolikqa yordamlashishdan iborat ilohiy farmonni hech kim zo'rlamasdan, ko'ngil shodligi bilan amalga oshirish ko'zda tutilgan. O'sim bilan muomala qiladiganlar qiyomat kuni qabrlardan faqat jin chepilib qolgan sarang odamlardekli qopadi. Chunki ular savdo setiq bilan jazoni halollikda va foyda keltirishda o'xshashdir, dedi. Allah ularning bu yolg'on so'zga radiya berib, o'zining savdo setiqni halol qilganligini, jazonini bo'lsa harom qilganligini bayon qiladi. Savdo setiqda shaxslar va kollektiv uchun manfaat bor. Jazoni xo'rlikda fursatparastlik va halokat bor. Kimki Rabbining jazonini harom qilganlik amri kelgandan keyin jazoni qilishdan yansa, jazonining haromligini bilishdan burun og'ini o'zining bo'ladi. Uningga hech gunoh bo'lmaydi. Uning keyingi ishlari Allohga topshiriladi. Agar u kishi tavbasini davomlashtirsa va jazoni xo'rlikqa qaytmasa, Allah mundaq yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. Kimki jazoni xo'rlikqa qaytadigan va Allah harom qilganligini bilib turib jazoni muomalasi qiladigan, mundaqlar Allohning jazosiga tegishlik bo'ladi. Uning do'zax ahlidan bo'lishiga yetarlik dalil isbot turg'izilgan bo'ladi. Shunga Allah mundaqlar to'g'riliq, ani shular do'zax ahli bo'lib, do'zaxda mangu qoladi, dedi. Allah jazonining hammasini to'zitib etadi. Jazoni muomalasi qilgan odamni pul melining barkitidan va uningdan foydalanishdan mahrum qilib etadi. Sadiqini bo'lsa ko'paytib beradi. Sadiqa qilguvchilarning ajrini hassilab beradi va ularning pul meliga barakat ato qiladi. Allah kufrida ching turib olgan,
jazonini halol sanagan va osiylikda haddidan oshgan har qanday gunohkorni qat'iy yoqtirmaydi. Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, yaxshi amallarni qilgan, namozni Allah va uning payg'ambari buyurgandek mukammal o'qigan va pul melining zakatini ayirgan kishilarga Rabbining dargohida xos in'om va to'liq mukofot bor. Ularga oxiratda hech qanday qo'rqinish bo'lmaydi. Ular dunyo manfaatlaridan erishamagan narsalar uchun qayg'urmaydi. Ey Allohga iymon etgan, uning payg'ambariga ergashgan kishilar, agar sizlar iymoninglarni so'zinglar va amaliyatinglar bilan isbotlab ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Jazoni harom qilinishdan burun sizlar jazoni qilib, kishilarning zimmasida qolib qolgan jazonini olmanglar. Agar sizlar Alloh ma'ni qilgan ishdan qo'l uzmasanglar, Allah va uning payg'ambari tarafidan sizlarga qarshi urush echilganligini bilib qilinglar. Agar sizlar Rabbinglarga tavba bilan qaytsanglar va jazoni yeyishni tashlasanglar, kishilarning ustida qolgan qarzinglarni o'simsiz olsanglar bo'ladi. Buning bilan sizlar kishilarga uval qilib, sarmoyanglardan ortiq narsani olmagan bo'lasizlar. Boshqalarmi sizlarning qarzinglarni to'liq to'lamay, sizlarga uval qilmagan bo'ladi. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lib, qarzni vaqtida to'layolmasa, uning iqtisodiy ahvoli yaxshilanib, qarzinglarni to'lay oladigan holga kelguncha uningga muhlat beringlar. Agar bilsanglar, u qarzning hammasi yoki ba'zisidan o'tib etib, u kishini qarzdan qutqizib qo'ysanglar, bu sizlar uchun dunyo va oxiratlik eng yaxshi ishdir. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.